Assalamu alaikum hörmətli görürmənlər. Uyğur Axbarat Mərkəzinin həftəlik xəbərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Mən Muhammed İzzət. Aldı bilən dehqonlar vətəndən kelgan uçurlarda bolsun. Xitayning Sharq Turkistondan chiqadigan paxtalarni xalqaro ta'minot zanjiri kirgizishdagi yangi hiylasi bayqaldi. Koreyadagi o'qitish partiya agar saylamda utib chiqsa, Xitoyga qaratgan tutumini qattiqlashtiradiganligini bildirdi. Yevropa İttifaqı Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchilariga chetishliq Xitoy amaldorlariga qaratilgan jazoni yengillash oldi turmoqda. Xitoy Yangi Germaniya hukumatini Tayvan, Hong Kong va Sharqiy Turkiston masalalarida ogohlantirdi. Yaponiya bosh vaziri Osiyo Yevropa boshliqlar yig'inida Xitoydagi kishilik huquq masalasiga qattiq ko'ngil bildirganligini bildirdi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Amerika Vaztorining 23 noyabrdagi maqolasiga ko'ra, Sharq Turkistondan chiqadigan paxtalarning Uyg'urlarning majburiy emgaki bilan zich bog'lanish ekanligi dalillangandan keyin shakllangan xalqaro besim va Amerikaning Sharq Turkistonning paxtasini import qilishni cheklashi natijasida qisman dog'liq markalar va xalqaro tashkilotlar Sharq Turkistonning paxtasini boykot qilganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo Angliyadagi Sheffield Hallam universitetining Helena Kennedy xalqaro adolat markazi tayyorlagan paxta etkazchiligi Sharq Turkistonning paxtasi xalqaro ta'minot zanjirida qandoq yo'shirildi nomli dokladda oshkorlanishicha, Xitoy shirkatlari Sharq Turkistondan chiqadigan paxta va aloqador paxta mahsulotlarini Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarida pishiqlab ishlab, xalqaro ta'minot zanjirini davomli Uyg'ur majburiy emgakka chetishliq paxta mahsulotlari bilan ta'minlamoqda ekan. Mazkur dokladni tayyorlash gruppasining mas'uli Laura Murphyning aytishicha, dokladni tayyorlagan tadqiqotchilar Xitoydagi 5 shirkatning Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlaridagi 53 xalqaro paxta kiyim ishlab chiqarish korxonalarini Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan paxta bilan ta'minlaydiganligini bayqagan bo'lib, bu 53 korxona 103 xalqaro dongli markalarni mahsulot bilan ta'minlaydi ekan. Amerika Vaztorining 23 noyabrdagi maqolasida ko'rsatilishicha, Koreyadagi eng chong konservativ partiya bo'lgan Xalq kuchi partiyasi kelar yili 3-oyda o'tkazilgan prezidentlik saylovida o'tib chiqqanligidan taqdirda tashqi siyosatda kishilik huquqni texmo ta'kidlab, Xitoyga qarshi hozirgidan qattiq pozitsiya tutadiganligini bildirgan. Gerçi Koreya Amerika bilan rasmiy kelishim tuzishgan ittifoqdoshlardan bo'lsa-mu, ammo u o'zining eng chong tijorat sheriki bo'lgan Xitoy bilan nisbatan yaqin munosabatni saqlashga urinib kelgan va bu xil ikki qiyiq tang dastash taktikasini strategik mujmallik deb atab kelgan edi. Halbuki Xalq kuchi partiyasining prezident nomzodi Yoon Suk-yeol bu haqda davlatning ishlariga strategik mujmallik bilan emas, balki strategik suzuklik bilan yetakchilik qilish kerak degan. Ammo siyosiy tahlilchilar bu partiyaning rostilla prezidentlik saylovida yengib chiqqan taqdirdami, Xitoyga qarshi mohiyatli qattiq tadbir qo'llanishiga gumoniy pozitsiya tutmoqda. Reuters agentligining 24 noyabrdagi xabariga ko'ra, 2 nafar diplomatning bildirishicha, Yevropa İttifaqının baş elchisi çarşamba kuni kishilik huquq qartizimligini kengaytirishning bir qismi sifatida Xitoyning 4 amaldoriga va bir apparati qartilgan jazoning uzartilishini tasdiqlagan. Kelar oyining 5-ida rasmiy ma'qullang'usi mazkur qaror 2020 yil 12-oyning oxirida imzolangan Xitoy Yevropa mablag' selish kelishimini xatarga uchratishi mumkin ekan. Xitoyning Yevropa birlashmasi turishliq vakili oldin hafta Yevropa İttifaqı bir qancha nafar Xitoy amaldori qartilgan jazoni bekor qilmoqchi yuqorida tilg'irilgan kelishimni rasmiy tasdiqlashning mumkin bo'lmaydiganligini. Chunki Beijing doiralarining buni atalmish Xitoyning ichki ishiga aralashganlik deb qaraydiganligini bildirgan. Bloomberg torining 25 noyabrdagi xabariga ko'ra, bu qitimliq Germaniya saylovidan keyin misli ko'rilmagan birlashma hukumat qurishga muvaffaq bo'lgan Olaf Scholz, Angela Merkelning o'rniga Germaniyaning bosh ministri bo'lish olib turayotgan vaziyatda Xitoy Germaniyaning mazkur yangi birlashma hukumatini o'zining ichki ishlariga aralashmaslik, atalmish bir Xitoy siyosatida ching turish to'g'risida ogohlantirgan. Xitoyning bunday qilishidagi sabab Germaniyaning vazifaga o'ltirish oldidagi bosh ministri Olaf Scholz o'ylamagan yerdan Xitoyga qarshi qattiq iboralarni o'ziga olgan hukumat planini e'lon qilib, Xitoyning kishilik huquq ahamiyat berishga, Hong Kongga bo'lgan kontrollikni bo'shashtirishga undaydiganligi. Shundaqla Tayvanning xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lishini qo'llaydiganligi to'g'risida va'da bergan edi. Kelar oy yangi hukumat vazifaga o'ltirgandan keyin yo'l qo'yilishga boshlaydigan mazkur siyosat programmasi Angela Merkelning Beijingga qaratgan siyosatining o'zgartirilganligidan va Yevropadagi eng kuchli iqtisodiy gavda bo'lgan Germaniyaning Biden hukumatiga yaqinlashganligidan darak berdi ekan. Shunlashqa Beijing doiralarining suv kelgish to'g'an tutab mazkur yangi hukumatga hozirdan boshlab besim ishlatayotganligi ma'lum.
Yaponiya vaqt gazetorining 27 noyabrdagi xabarida ko'rsatilishicha, Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida Osiyo va Yevropadagi 50 tak davlatning rahbarlari qatnashgan to'r yig'inida Hong Kong va Sharq Turkistondagi kishilik huquq ahvoliga bo'lgan andisini bildirgan. Kishida yana har qanday bir tarafning Sharqi dengiz va Janubiy Xitoy dengizining hozirgi holatini o'z oldiga o'zgartirish o'rnishiga qat'iy qarshi turadiganligini o'ttirib qo'yib, Xitoyning mazkur dengiz rayonlaridagi harbiy qurilishlarini tanqid qilgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.